Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Chin qalbimdan mana shu Xorazmning go'zal qizini Dilafruzxon dugonamizni bugungi oqshomlari bilan tabriklayman. Azizbek bilan ilohim baxtli bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin, ko'p farzandlarning ota-onasi bo'lishsin. Hamma mana shu yerda aytilgan yaxshi tilaklarga tilakdoshman. Hozirgi qo'shig'imiz Dilafruzxon uchun ataladi. Marhamat.
Selki sesinden Daş olsan ömürüyse Selki sesinden Ey daş olsan ömürüyse Canına can bağışlar Canına can bağışlar Oynağanın serisen Oynağanın serisen Aha aha ah hey İbi vah hey Aha aha ah hey şundan Özüm şunun bu yandan Estradamizning yorqin yulduzli ijodkori Dilso'z minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif uchun va ajoyib qo'shiqlar uchun va endi azizlar davramizda yana bir O'zbek estradasining yorqin yulduzli ijodkori Nihol davlat mukofoti sohibi Xulukar Abdullayeva taklif etiladi. Chiroyli kuy qo'shnavolar sizlarni ko'ngillaringizdan joy egallagan qo'shiqlar bugungi oqshom go'zal daqiqalarda bir-birlarini izlarini uzmasdan ketma-ket holda davom etadi. Demak, yoshlar bugungi davrlarimizning eng baxtli egalari uchun kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan bugungi bayram, bugungi go'zal to'y oqshomlarini eng yorqin kayfiyatlarda, pozitiv kayfiyatda o'tkazamiz va albatta bugungi go'zal davrlarimizga go'zal xonanda Xulukar Abdullayevani taklif etamiz. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum azizlar. Avvalambor davramizni bezab o'tirgan 2 yoshga baxtlimiz Dilafruzxon singlimizga, kuyovimizga baxtlarimiz baxtli bo'lsin. Yana yil Xudo xohlasa beshik to'ylarida bundan ham katta davralar qilib, barchamizga xizmat qilishni nasib qilsin azizlar. Go'zal oila bo'lsin. Singlimiz o'zi juda ham samimiy, juda ham go'zal. Nima deyman? San'at sohasida baland parvozlar tilayman. Endi sizlar bitta oila va bitta karvon bo'ldinglar. Xudo xohlasa birgalikda o'ylagan niyatlaringizga birgalikda erishib yuringlar. Hamisha mana shunaqa go'zal oila bo'lib, barchaga namunali oila bo'lib yuringlar. Baxtli bo'linglar. Azizlar, davramizni davom ettiramiz. Shoh qo'shlarimizga barchangiz davramizga chorlab qolamiz. Marhamat. Canım
şertanı sayası. Başında şirazı, elinde sazı. Seher vakti gelir yardın havası. Hem palan panları derdim devası. Kapkara kara kara deren kapkara. Biz ne yarlı künye ak bizi kara. Kapkara kara kara deren kapkara. Biz ne yarlı künye ak bizi kara. Gelse gizlep koyar maney canıma. Bağlanıp kalsın bir saçım tarına. Koşulaydı koşulayman yarıma. İpek değil yeşil gemen tarına. Biz diyarlı köyü ak bizi kara. Biz diyarlı köyü ak bizi kara. Biz diyarlı köyü ak bizi kara. Havuz boyunda çelek. Yara yetişmek dilek. Havuz boyunda çelek. Yara yetişmek dilek. İki köylü bir bolsa. Savcı diyene gerek. Savcı diyene gerek. Havuz boyunda bizim. Cenebe kara gözüm. Havuz boyunda bizim. Cenebe kara gözüm. Seni gören çağımda kızaradı gül yüzün. Kızaradı gül yüzün. Havuz boyunda çeker yarımı lebi şeker. Havuz boyunda çeker yarımı lebi şeker. Beni görmek istesen kaldı yine bende gel. Beni görmek istesen kaldı yine bende gel. Kim kökü han etmez. Yıkılsa yalan olmaz. Kim kökü han etmez. Yıkılsa yaman olmaz. Yaxşı görən yarına tikilib qarab olmaz. Yaxşı görən yarına tikilib qarab olmaz. Havuz boyunda çelek. Yara yetişmek dilek. Havuz boyunda çelek. Yara yetişmek dilek. İki köylü bir bolsa. Savcı diyene gerek. Savcı diyene gerek. Davet etamiz. Bundan keyin talablarga binoan paqapak bo'larkan marhamat. Beri gite köngel verdim şu gözek. Otlar pişip yandı tulgandı yürek. Şimdi doğru sizni aytmakım gerek. Şu balaga verin meni can apa. Olmasın deseniz kızınız hapa. Şu yigite verin meni can apa. Gubarı yok yüreğinde yarım.
Astır onun boyu boyuma Namın aytam nur yağlar öyüme Aşık erken başı buladı toyuma Şu balağa verin beni can apa Bulmasın deseniz kızını sapa Şiigete verin beni can apa Şu balağa verin beni can apa Şu muçuğa verin beni can apa Şu hocike verin beni can apa Şu muçuğa verin beni can apa Çilem çekmeye merhaba. Gelin giyolarımız için merhaba. Çilim çekme çilim yaman boladı Yürek bağrın tütünlere doladı Çilim çekme çilim yaman boladı Yürek bağrın tütünlere doladı Güldüğün yüzün sargayıpla soladı Güldüğün yüzün sargayıpla soladı Canın nanaylanin çekme çilimni Yanımda sağ görünmen sevgilimni Canın nanaylanin taşla çilimni Yanımda sağ görünmen sevgilimni Çilem çekme ellerinden öpemem Yılıp darab müşkü ember sevemem Çilem çekme ellerinden öpemem Yılıp darab müşkü ember sevemem Sen çilem çeksen ben azap çekemem Sen çilem çeksen ben azap çekemem Canın nanaylanin çekme çilimni Yanımda sağ görünmez sevgilimni Canın nanaylanin taşla çilimni Yanımda sağ görünmez sevgilimni Gel aylanayım şu çilimni taşıyayım Şu boza ağrıp gelmeme başlayayım Gel aylanayım şu çilimni taşıyayım Şu boza ağrıp gelmeme başlayayım Benim bilen bak bu hayat yaşayayım Benim bilen bak bu hayat yaşayayım Canından aynanin çekme çilimni Yanımda sağ görünmez sevgilimni Canından aynanin taşla çilimni Yanımda sağ görünmez sevgilimni Canından aynanin çekme çilimni Yanımda sağ görünmez sevgilimni Canından aynanin taşla çilimni Yanımda sağ görünmez sevgilimni Gel aynanin taşı koyuşup çilimni Yedi felek burcunun bir pir envarıman Pinhan sedef burcunun gevher şahvarıman Güzel hudan ağusın Nabeyde tarman İrem çemen zanı
elimiz ardog'idagi san'atkor Nihol davlat mukofoti sohibasi Xulukar Abdullayeva rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizlar, bugungi oqshom go'zal daqiqalarimizda juda ham ko'plab elimiz qadrlagan insonlar qatnashmoqda. Aynan ustozlar, Dilafruz Bekmetovaga ustozlik qilgan insonlar qatnashmoqda. Aynan mana shunday insonlardan yana biri hammamizni aziz ustozimiz, Xorazm kinematografiya sohasida hissali va xizmatli inson, Davr Media katta korxonasi rahbari ustozimiz Davron aka Soburovni yonimizga taklif etamiz. Ustoz, avvalom bugungi eng chiroyli kunlar, baxtli daqiqalar, to'ylar sizga muborak bo'lsin. Shogirdlarni mana shunday eng ulug' qutlug' kunlari bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yaxshi niyat sevgilarni yo'llab qo'ysangiz, marhamat. Rahmat katta Roshanbek. Biz juda ham xursand bo'ldik bu oilani yaxshi kuniga tashrif buyurib, Azizbek ukamizni shu o'zimni ukamning hurmat qilaman. Juda ham bir ko'ngli ochiq yigit, juda ham bir olijanob yigit. Azizbek o'zi san'at olamiga kirib kelganda ko'p bo'lmadi, lekin shu qisqa davr ichida juda ham bir ko'p do'st orttirdi, juda ham bir ko'p birodar, ustozlarni orttirdi. Bu yerda mana ustozlar ham yugurib kelib, Boburbek, Hamdamboy, Anvarbeklar xizmat qilib turibdi. Endi Dilafruz yoshligidan shu Esikpol teleradio kompaniyasini suxandon bo'lib, birinchi faoliyatini shu bizani jamoada boshladi. Shu Sardor Omir rahbarligida mana shu Esikpol teleradio kompaniyada suxandon bo'lib, shu o'zini ichidagi san'atga bo'lgan qiziqishi, xonandalikka bo'lgan qiziqishi albatta hech qo'ymadi. Keyin yo oila yo san'at deb ikki shart qo'ygan vaqtimda ham oila ham san'at deb shu paytacha chiroyli xulq atvori, chiroyli muomalasi, madaniyati bilan juda ham bir xalqni ichida e'tibor qozonib, o'zini bir odob ikromi bilan o'zini saqlab, mana shunday bir Azizbekning yigit uchun umrini baxshida qilib yurgan ekan. Chiroyli bir qarsak chalsangizlar, bu san'atda ijod qilib, ayol kishi, qiz bola boshi bilan san'atda ijod qilib, ham oila qurib, ham mana shunday bir hamma narsani o'rniga qo'yib, tartibida, intizomida yurish juda ham bir kam insonlarga mana shu baxt muyassar qiladi. Bugun Dilafruzni biz tabriklaymiz, mana shunday baxt bilan tabriklaymiz. Singlim, men avvalo Shuhrat akamizni tabriklayman, qolaversa Muborak akamizni tabriklayman, Azizbekni voliday muhtaramalari, padar buzrukvorlari, Umidaxon akamiz necha yillar uxlamasdan orzu niyat qilgan ishqizni to'yini. Bu har safar shu bir kimnidir to'yida uchrashib qolsak, singlingiz ham shuning to'yi bo'g'ay deb niyat etib, hamisha shu orzu niyat qilar edi. Mana shunday bir Azizbekning bir gulib turgan giyoh uchdi. Yana qarang, chiroyli tabassumi bilan davramizni bezab turibdi Azizbek. Azizbek, tabriklayman. Ilohim shu baxtlaringiz to umrlaringizni so'ngidan davom etsin. Yana bir bu xonadonni bir qadrdoni ukamiz, shogirdimiz Hasanboy ham bor. Biz endi ko'p qirrali ijodkorimiz, oldin suxandon, jurnalist, rejissor bo'lsak, bugungi kunda mana studiya bilan birga mana shu tasvirchilar bo'yicha, shu yo'nalish bo'yicha Hasanboy ham meni shogirdim. Ajoyib hurmat qilaman. Bu yerda mana Sonya Dekor Rashid o'tiribdi. Asli Rashiddan chiqqan bu bolalar hammasi. Oilani tabriklayman. Bugun mana shunday Versal to'yxonasida juda ham ajoyib ustozlar o'tiribdi. Xalq artistlari, ustozimiz Gavar opamiz o'tiribdi, Machakov bu yerda, Guloraxon opamiz o'tiribdilar. Hammasi mana shu yerda mana hurmat qilib kelib o'tiribdi. Odamboyamiz ustozlarimiz o'tiribdi. O'ktam akamiz o'tiribdi bu yerda mana. O'ktam Cho'laqtamasi hech kim tanimaydi. Alisheramiz Yo'ldoshev, Avloniy respublikamizda juda ham bir tanilib ketdi hozir bu kino. Hammasi shu oilani hurmat qilib o'tiribdi Roshanbek. Bizlar ham shu o'rinda bir san'atkorlar nomidan tabriklaymiz. Ustozlari nomidan, Sardaromizning nomidan ham tabriklaymiz. Bugun o'zi kela olmadi. Menga yetirib qo'y tabrikimni deb aytdilar, shuning uchun tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta ustozimiz Davronbek Soburovga alohida minnatdorchilik bildiraman Dilafruzxonning nomlaridan. Haqiqatan da bizga ustozlik qilgan, suxandonlik sohasida ustozimiz Davronbek Soburovning bugungi shogirdlarini baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin, har doim shogirdlarning ardog'ida yuring. Keling endi yana xonandalar, san'atkorlar ketma-ketligini davom ettiramiz, raqslarimizni davom ettiramiz, chunki bugungi kunni biz juda ham orziqib kutganmiz. Shunday ekan, Xorazm estradasini
go'zal va latofatli xonandasi, xalfachilik hamda estrada yo'nalishidagi eng hit taronalar ko'chisi Dilafruzxon Bekmetovani eng aziz va qadrli ustozlari Xurshida xonim Eshniyozovani sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Albatta bugungi go'zal oqshomni eng yorqin suratlarda davom ettirar ekanmiz. O'zbek estradasining go'zal va latofatli ijodkori, aynan ularni ijro qilgan qo'shiqlari ko'ngil va qalblardan ma'qul va manzur joy egallagan va aynan bugungi kechamizni go'zal qirolichasi Dilafruz Bekmetovani ustozlari Xurshida xonim Eshniyozova. Marhamat, davom etamiz yana. Bu davraga ko'z deymasin. Avvalambor shogirdimiz Dilafruzxonni Benshinning bir yaxshi kunida hamma do'stlar jam kasbdoshlar dunyodagi eng yaxshi tilaklarni Dilafruzxon bilan Azizbekka tilayman. Men san'atkorlarning ichida eng baxtlisiman. Sizlar mendan ham baxtli bo'linglar. Davramiz davom etadi. Endi xalobiylar hamma o'ynaydi, lekin necha o'ynamay o'tiribsizlar bilmayman. Akşam düşümde bölgelere onu yürütmen, bölgelere bilen birge bağda yürütmen. Akşam düşümde bölgelere onu yürütmen, bölgelere bilen birge bağda yürütmen. Gül bağ içinde sarı kızıl güller yürütmen. İzinde evler belama gelse durupma, ben benden golin. Kulun golüm ya sana benden
adını sen koydun. Benim adım iş. Sevgiyle doydum. Benim adım iş. Bu adını sen koydun. Cilve berip duran gerezel. Cilve berip duran gerezel. Gelsin kurban olamam. Gelsin kurban olamam. Şeker ezilmiş sözüne kurban olamam. Sözüne kurban olamam. İşleri bir tanesi edep. Baştana yakındır edep. Baştana yakındır edep. Yoluna koyan dost neşet. Yoluna kurban olamam. Yoluna kurban olamam. Akarsularının salmazı, 200'ün nar almazı. Akarsularının salmazı, 200'ün nar almazı. Aldı canımın gamzası, gamzana kurban olamam. Gamzana kurban olamam. Güzel çaya gezersen, kolundan tutsam ne dersen. Kolundan tutsam ne dersen. Könlüne haber verince, bilinden tutsam ne dersen. Bilinden tutsam ne dersen.
Azizlar, ana endi kechamizda yana bir ajoyib mehmon, davramizda eng shirin mehmoni deya bemalol aytishimiz mumkin. Bugungi davramiz yoshlarimiz uchun, Azizbek hamda Dilafruzxonlar juftligi uchun davramizda maxsus tayyorlangan Rayhon kek shirinliklar uyidan bayram shirinligi, bayram torti marhamat davramizda Uchbaqaloq kinofilmida ko'rardik mana shu katta shirinliklarni. Rayhon kek shirinliklari uyi esa Xorazmda har bir go'zal kechalarimizni bizga namoyish etishmoqda. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Minnatdorchilik bildiramiz va keling kechamizni yana yorqin notalarda davom ettiramiz. Va bugun mana shu go'zal kechamizga shogirdlarni yo'qlab poytaxtimiz Toshkent azimda bizani Xorazmni malika san'atkori tashrif buyurgan. Men juda ham hurmat qilaman bu san'atkorni va har bir qo'shiqlari bilan biz katta bo'lganmiz va nafaqat biz, balki butun dunyo aynan mana shu Xorazm malikasini qo'shiqlarini eshitgan va sevgan ularni. Demak, taklif etamiz davramiz markaziga O'zbek estradasining yorqin yulduzli ijodkori Feruza Jumaniyozova. Yo'qmi? Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar, vatandoshlarim, singillarim, opalarim, ustozlarim. Xush kelibsizlar. Bugun jondan aziz suygan singlim, yaxshi singlim va shogirdim Dilafruz jonning nikoh to'yi qo'ysin. Azizbek bilan Azizbekmadi. Baxtli bo'linglar xudoyim. Qo'shakarib kelasi shu yil 5 to'lada xizmat qilish hammamizga nasib qilsin degan mehmonjonlar bitta qarsanglar bo'lsin mani shogirdim uchun. Eshitilmayapti qarsanglar. Yurakda o'tlari bola bormi yigitlar? Neda qoldingizlar? Kuyov jo'ralar. Ovozlar eshitilmayapti yigitlarimizda. Bormisizlar yigitlar? Dilafruz singlimizning eng yaxshi ko'radigan repertuarimizdagi qo'shig'imiz Kel azizim qo'shig'imizga ana bu mana poytaxtimizdan ustozimiz Tojibir opamiz, Mirza akamiz kelganlar. Bu yerda bir nechta ustozlarimiz o'tirishibdi. Xush kelibsizlar deymiz. Sizlarni ham taklif etamiz, marhamat.